أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعيل الأول. Bismillahirrahmanirrahim. Azır okumakçı boğunumuz faziletlik Şeyh Allame Muhammed ibn Salih al-Usaymin rahimahullah'ның tefsir kitabı, yani Sür Kehf'ның tefsiri. Allah Taala Şeyh'ның ve onun ata-anasının ve barliq musulmonlarning gunohlarini mag'firat qilsin. Şeyh shundoq deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin ve salatu vassalamu ala nabiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Suratul Kehfi Mekkiye. Kehf suresi Mekke suresi. Yani Mekke'ye nisbet verilgen sure. Bazı mufassirlar, bazı tefsirshunoslar Sura Kehf'ning bazı oyatlarini istisno qilib chiqarib oldi. Yani 5, yani 1-oyatdan 8-oyatgacha va 28 numurliq oyat va 107-oyatdan 110-oyatgacha bo'lgan oyatlarni madaniy deb istisno qilib chiqarib oldi. Lekin bu istisno dalilga muhtoj. Chunki aslida Makki sura hammasi makki bo'ladi. Madaniy sura hammasi madaniy bo'ladi. Istisnosini ko'rsang, istisno qilganini ko'rsang, chuqum dalil kerak. Ya'ni shayxning demoqchi bo'lgani, bu istisnoga dalil ketadi. Agar istisno qilmoqchi bo'lsanglar, dalillarni kelinglar demoqchi. Val makkiyyu ma nazala qabla al-hijra. Makki deganimiz, makki sura deganimiz hijratdan burun nozil bo'lgan oyatlar, suralar. Madaniy deganimiz hijratdan keyin nozil bo'lgan oyatlar. Hatta va in nazala bi g'ayril madina. Madinadan boshqa joyda nozil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin hijratdan keyin nozil bo'lgan bo'lsa, buni madaniy deymiz. Masalan, Alloh taolaning al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islom dinan degan bu oyatda Hajjatul Vida yili Arafatda nozil bo'lgan. Ya'ni bu oyat sura Maidaning 3-oyati Makkada nozil bo'lgan turib, hijratdan keyin nozil bo'lganligi uchun buni biz madaniy deymiz. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba va lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu va yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Barliq hamd sanolar Allah xosturki, o Allah Taala bandisiga, ya'ni Muhammad alayhissalomga kitobni, ya'ni Qur'on Karimni nozil qildi. Qur'on Karimga hech qanday qing'irlik qilmadi, ya'ni qing'irlik bo'lmagan, qayyiman, tüptüz, to'g'ri bo'lgan Qur'onni nozil qilgan Allohga hamd sano bo'lsin. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning Allah tarafdan bo'lgan qattiq azobdan kofirlarni ogohlantirish uchun va yaxshi amallarni qildigan mu'minlarga xush bishorat berish uchun anna lahum ajran hasana. Ularga, ya'ni mu'minlarga yaxshi mukofot, yaxshi ajr berildiganligi bilan xush bishorat berish uchun. Makisina fihi abada, ular u jannatda mangu turadi. Endi shayx shundoq deydi: Qavluhu ta'ala alhamdu. Allah Taalaning alhamdu degan so'zi bo'lsa, huwa wasful mahmud bil kamal muhabbatan va ta'ziman. Hamda deganimiz hamda aytilg'uchini yaxshi ko'rib turib, ham ulug'lab turib, mukammallik bilan sifatlash. Va bi qawlina muhabbatan va ta'ziman kharajal madhu. Yaxshi ko'rib turib va ulug'lab turib degan so'zimiz bilan maqtash chiqib ketadi. Li'anna al-madha la yastalzimu al-mahabbata va ta'zim. Chunki maqtash, yaxshi ko'rish va ulug'lashni taqozo qilmaydi. Bal qad yamdahu al-insanu shakhsan la yusawi falsan, walakin li raja'i manfa'atin aw daf'i madarratin. Balki ba'zida bir inson hech qanday bir narsaga arzimaydigan bir shaxsni maqtab qoladi. Nimishqa deganda, uningdan bir manfaatni umid qilib yoki uning ziynidan, ziyonkashligidan saqlanib. Amma alhamdu, amma hamdiga kelsak, hamdi degan ham yaxshi ko'rib, ham ulug'lab, mukammallik bilan sifatlash. Lillahi, bu ya'ni Allah degan ism, Allah Taala xos bo'lgan Allohning xos ismi. Bu ism bilan Allohdan boshqalar sifatlanmaydi. U Allah Taalaning muqaddas zotining xos ismidir.
Allazi anzala ala abdihil kitabe. Bandisiga, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Endi shayx deydi, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitabe degan bu jumla xabar jumlami, ya'ni Allah subhanahu va taolo bandillarga o'zining hamda aytiladigan zot ekanligini xabar beryapti. Yoki u insho jumlami, insho va ko'rsatmami, ya'ni buningga hamda aytishimiz uchun, ya'ni Alloh taoloning Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Qur'on Karimni nozil qilganligiga hamda aytishimiz uchun insho va ko'rsatmami yoki har ikkilisimi. Shayx deydi, al-javob al-jami'. Javob har ikkisini o'z ichiga oladi. Ya'ni bu jumla Alloh taolo tarafdan o'zi haqidagi xabar, ya'ni men hamda aytiladigan, hamdiga loyiq zot deb o'zi haqidagi xabar. Va yana bizga bo'lgan ko'rsatmayni Alloh taolo tarafdan Alloh taoloning mushu ne'matlari qarta Alloh taologa hamda aytishimiz uchun ko'rsatma. Ya'ni men sizlarga mushu ne'matlarni ato qildim, Qur'on Karimni nozil qildim va sizlarni to'g'ri yo'lga boshlaydigan payg'ambar alayhissalomni payg'ambar qilib avatdim. Shunga menga hamda aytinglar degan ko'rsatma. Abdihi degini, bandisi degini, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ko'rsatdi. Allah uni ubudiyat bilan sifatladi, chunki u Alloh taolo uchun bashar, insonlarning eng ibodat qildig'inidir. Alloh taolo uni 3 o'rinda ubudiyat bilan sifatladi sallallohu alayhi vasallam. Ubudiyat degan bandichilik, qulchilik degan gap. Ya'ni Allohning quli, Allohning bandisi deb shunday sifatladi. Birinchi holat mushu oyatda kelgandek Qur'on Karim nozil bo'layotgan holat. Ikkinchisi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qo'g'digandagi holat. Alloh taolo bunday deydi: agar sizlar biz bandimizga nozil qilgan Qur'on Karim haqida shak shubhada bo'lsanglar, sizlar uningga o'xshash bir so'rni keltirib beqinglar. Agar sizlar rostchilardan bo'lsanglar, Allohdan boshqa yordamchilaringlarning hammani chaqiringlar. Mushada ala abdina deb ubudiyat bilan sifatildi. Uchinchi va fi halil isra bihi. Isra degan kechida yo'l yurish degan gap. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni kechida Makkadan Baytul Maqdisga olib kelgan oldida Allah subhanahu va taolo shunday deydi: Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah barcha nuqsonlardan pokdir. Allah taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qudratimizning dalillarini ko'rsatish uchun bandisini, ya'ni Muhammad alayhissalomni bir kechida Masjidi Haromdan atrofini barakatli qilgan Masjidi Aqsoga elib keldi. Allah haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning eng sharafli o'rinlarida Allah subhanahu va taolo uni banda deb sifatladi. İnsanның Allah Taala qul bo'lishi, banda bo'lishi nima degan yaxshi sifat ha? Hatto bir oshiq o'zining ma'shuq haqida shundoq degan: La tad'uni illa biya abdaha. Sen meni faqat falon xonimning quli deb chaqirgin, chunki u mening eng sharafli ismim. Al-kitaba, kitob ya'ni Qur'on. Summiya kitaban li'annahu yuktabu. Kitob deb atilishning sababi chunki u yoziladi. Yoki li'annahu jami'un, yoki u to'plag'uchi, jo'g'lig'uchi. Li'annal katba bi ma'nal jam'i. Yozish degan jo'g'lashning ma'nosida keladi. Shuning uchun katiba deyiladi, ya'ni bir to'p ot. Qur'on Karimni bundaq atsaqmi durust. Bunaq bo'lishning sababi chunki u maktubun va huwa aydan jami'un. Yozilgan ham jo'g'lig'uchi, ya'ni oyatlarni jo'g'lig'uchi va nurg'ulg'an hukmlarni, ahkamlarni jo'g'lig'uchi, qissalarni jo'g'lig'uchi, nurg'ulg'an ma'nolarni, g'ayb xabarlarni jo'g'lig'uchi. Va lam yaj'al lahu iwaja. Bu Qur'on Karimda qing'irlikni qilmadi, ya'ni qing'irlik yo'q, balki to'g'ridir. Shuning uchun uni Alloh taolo qiyaman dedi. Qiyaman degan Alloh taolaning kitob degan so'zdan holat, ya'ni to'g'ri bo'lgan holatda kitobni nozil qildi. Fa in qala qailun, agar birsin limaza lam naj'alha sifatan
li'anal kitaba mansubun va qayyiman mansubun. Nima uchun qayyimanni kitobning sifati qilmaymiz? Chunki kitobmi mansubkan, qayyiman mansubkan desa, buning javobi qayyiman degan nakira, ayniqsiz kitob ma'rifa, tunishliq ism va la yumkinu an tusafal ma'rifatu bin nakira. Ma'rifa ism nakira ism bilan sifatlansa bo'lmaydi. Va ma'na qiyaman, ya'ni qiyamanning ma'nosi mustaqiman g'oyatal istiqoma. Nihoyat to'g'ri, ya'ni to'g'riliqda chekiga yetgan. Bu yerda oldi bilan ayib yo'qligini zikr qilib, ondan kamollikni isbotladi. Ya'ni valam yaj'allahu iwaja qayyiman deb keldi-ku. Oldi bilan agarlikning yo'qligini bayon qilib, ondan to'g'ri dedi. Buning sababi nima deganda, oldi bilan sen o'rinni aziyatdan tozalashing kerak, anandan keyin tozalab bo'lgandan keyin mukammallikni qo'yishing kerak. Yuqalu at-tahliyatu qabla at-tahliya. Tahliyadan burun tahliya deyiladigan gap bor. Buning ma'nosi sen bir narsani zinnatlashdan avval u o'rinni zinnatlashga zid bo'ladigan narsalardan bo'shatqin, tozlig'in, anandan keyin u yana zinnatligin. Endi Alloh taolaning valam yaj'allahu iwaja qayyima degan so'zi kelsak, tanbihun askartish. U bo'lsa-mu Alloh taolaning valam yaj'allahu iwaja degan so'zida to'xtaymiz. Qiyaman deb qo'shib o'qivatmaymiz. Agar qo'shib o'qivatsangiz, kalomda zidlik bo'lib qoladi. Qur'on Karimda to'g'ri qing'irlik yo'qka degan ma'noni ifodalab qo'ydi. Ya'ni xuddi qayyimun iwajunning sifatiga o'xshash ma'no chiqib qoladi. Ondan Alloh taolo Qur'on Karimni nozil qilishdagi hikmatni bayon qildi. Liyunzira ba'san shadidan min ladunhu va yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. O'z tarafidan bo'lgan qattiq azobdan ogohlantirish uchun va yaxshi amallarni qilgan mu'minlarga xush bishorat berish uchun, ya'ni ularga yaxshi mukofot berildiganligi haqida xush bishorat berish uchun. الضمير في قوله لينذر يحتمل أن يكون أعدا على عبده ويحتمل أن يكون أعدا على الكتاب وكلاهما صحيح فالكتاب نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينذر به والكتاب نفسه منذر ينذر الناس. الله تعالى لينذر degan so'zdiki yushurun damir mustatir abdihi qaytishi mumkin va yana kitobga qaytishi mumkin. Har ikkisi to'g'ri. Chunki kitob Qur'on Karim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mush Qur'on bilan ogohlantirish uchun va yana kitobning o'zimi ogohlantiruvchi insonlarni ogohlantirdi. Ba'san shadidan min ladunhu. Ya'ni min ladunhu degan min qibalillahi azza va jalla degan gap. Alloh taolo tarafdan. Ba'sning ma'nosi azobdir. Xuddi Alloh taolo aytgandek, fajaaha ba'suna bayatan. Uningga bizning azobimiz kechidi keldi. Ba'suna ya'ni bizning azobimiz. Inzar degan qo'rqitadigan narsalar bilan xabar berish. Va yubashshirul mu'minina. At-tabshir degan xush bishorat berish degan xushal bo'ladigan narsalarni xabar qilish. Va huna najidu annahu huzifa al-maf'ulu fi qawlihi liyunzira. Alloh taolaning liyunzira degan so'zidagi maf'ulun bihisi tashlandi va yubashshira deganda maf'ulun bihisi tilga ilindi. Al-mu'minin degan maf'ulun bihi, ya'ni mushu maf'ulun bihini tilga oldi. Undaqda yunziraninki maf'ulun bihisini qanday taqdir qilamiz? Javob: yunziraning maf'ulun bihini xush bishorat beriladigan kishilarning qarshisida taqdir qilamiz. Ular mu'minlar, ya'ni mu'minlarning qarshisida taqdir qilsak, uning taqdiri kafirlar bo'ladi. Ya'ni kafirlarni ogohlantirish uchun bo'ladi. Bu tafsir ilmining foydalaridan bir foyda, ya'ni bir shay'i uning qarshisini zikr qilish orqali toniladi. Buning misollaridan Alloh taolaning muni so'zdir. Fanfiru subatin avinfiru jami'a. Sizlar jihadga ayrim-ayrim chiqinglar yoki hammanglar birga chiqinglar. Subat ya'ni mutafarriqin bo'ladi. Dalil uning qarim-qarshisi bo'lgan avinfiru jami'aning tilga ilinishi, zikr qilinishi. Bugungi dars mushagichi bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.